bitta to'lsin shotkasi 4 ta oddiy shotkaga qarshi. Qani eksperimentni boshqachasini qilamiz sizlar bilan. Qani ko'ramiz. Uje yoyilib ketdi. Buni qaranglar, hali yoyilgani yo'q. Mana. Uje ikkitasi ketdimi? Ikkitasi. Uje ikkitasi ketibdi. Ketdi. To'xtalar. Endi o'zingiz fikringiz. Video olinyapti. Davom. Momo ham videoga tushsangiz. Yo'q. Qaysi biri yaxshi? Mana yaxshi. Ma'mini bo'lmaydi. Nima desa mana titilib ketyapti. Ko'ryapsanmi? Ha. Mana titilib ketyapti. Bu bo'lmaydi. Mana buni qarang boshqacha. Mana titilmaydi. Ma'minisi. Bu titilmaydi. Buni ishlataverasan, lekin mana titilib ketadi-da, bu anaqa sochilib ketadigan cho'tkadan. Shuning uchun arzoni bilan yaxshisini farqini videoda ko'rsatib beramiz. Mana yaxshisi, bu bo'lmaydigan cho'tka. Bildingmi? Bu lekin o'g'lim qozon o'choq sotadi-da, Chorsida. Mana faqat mana shunaqa cho'tkadan ishlatadi. Bo'ldi. Lekin mana buni qo'lidagi cho'tka bilan, mana qo'lidagi cho'tka boshqa. Bildingmi? Bo'ldi. Rahmat. Shuning uchun bu sani qo'lingdek bo'lmaydi. Mana cho'tka bo'ladi. Mana ko'rasan, ish qalasa anaqa ketyapti, titilib ketyapti. Buni ko'ring. Bu titilmaydi. Bu titilmaydi. Mana titilib ketadi. Video reklama emasmi? Yo'q. Addushi bormi? Addushi. Men o'g'lim qozon o'choq sotadi. Chorsida. Lekin bunga, bildingmi? Mana bunaqa cho'tkalar kerak. Bu bo'lmaydi. O'g'lingizga yetib qo'yasiz. Yaxshi cho'tkani bizdan do'konga olib ketsin. Yaxshi cho'tka. Bu eng zo'r cho'tka. Bo'ldi. Bildingmi? Oti to'lsin. Ha, to'lsanmi? Bo'ldi. Sog' bo'ling. Davom etamiz. Oka, energiya berib ketdilar, yaxshidir. O'sha uchun yaxshiligini bilish uchun yana Manimcha yetar. Mana ko'rdinglar, mana. Ahvol, mana bilan ahvoli. Xullas, qanaqa shotka olish kerakligini bildinglar. Fikringlarni kommentariyada qoldiringlar. $1 ga arziydimi yo'qmi? Yozib ketasizlar.